Bismillahirrohmanirrohim. Islomda o'tganlarni eslash va duo qilish. Islom dini inson hayotining barcha jabhalarini tartibga soluvchi mukammal ta'limot bo'lib, unda nafaqat tiriklarga, balki vafot etgan insonlarga nisbatan ham hurmat va e'tibor ko'rsatish alohida o'rin egallaydi. O'tganlarni eslash, ularning xotirasini yod etish, haqqiga duo va xayr ehson qilish musulmon kishining muhim ma'naviy burchlaridan sanaladi. Ayniqsa xotira va qadrlash kuni kabi ayyomlarda bu masala yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki bunday kunlar orqali biz nafaqat yaqinlarimizni, balki yurt tinchligi va xalq osoyishtaligi yo'lida jon fido qilgan ajdodlarimizni ham ehtirom bilan eslaymiz. Qur'oni Karimda Alloh taolo musulmon ummatini o'zidan oldin o'tgan mu'minlarni yaxshilik bilan eslab, ular haqqiga duo qiladigan ummat sifatida ta'riflaydi. Hashr surasining 10-oyatida shunday marhamat qilinadi. Ulardan keyin dunyoga kelgan zotlar ayturlar: "Ey Robbimiz, o'zing bizni va bizdan ilgari iymon bilan o'tganlarni mag'firat etgin va qalbimizda iymon keltirgan zotlarga nisbatan gina paydo qilmagin. Ey Robbimiz, albatta sen mehribon va rahimli zotdirsan." Ushbu oyat mo'min insonlarni o'zidan avval o'tganlarga mag'firat tilab duo qilishlari iymon taqozosi ekanini ko'rsatadi. Demak, islom ummatining fazilatlaridan biri keyingi avlodlarning oldin o'tganlarni yaxshilik bilan yod etib, ularning haqqiga xayrli duolar qilishidir. Dinimiz ta'limotiga ko'ra, inson vafot etgach, uning dunyoviy amallari to'xtaydi, ammo ayrim savoblar davom etib turadi. Jumladan, solih farzandning duosi, foydali ilm va sadaqa-i joriya kabi amallar marhumga savob yetkazib turadi. Shu sababli o'tganlarga duo qilish oddiy urf-odat emas, balki diniy jihatdan asoslangan savobli ibodat hisoblanadi. Bu amal tiriklar zimmasidagi burch bo'lish bilan birga vafot etganlarning ham haqqidir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hadislarda marhumlar uchun mag'firat so'rash, ularni yaxshi so'zlar bilan eslash va qabristonlarni ziyorat qilish haqida ko'plab tavsiyalar berganlar. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar: "Qabrdagi mayyit xuddi suvga cho'kayotgan kishiga o'xshaydi. U otasi, onasi, aka-ukasi yoki do'stidan duo yetib kelishiga intizor bo'ladi. Agar unga duo yetib borsa, bu uning uchun dunyo va undagi barcha narsalardan ham sevimliroq bo'ladi", deydilar. Bu hadis marhumlarning tiriklar duosidan manfaat olishlarini yaqqol ifodalaydi. Shuning uchun inson imkon qadar qilgan savobli amallari, sadaqa va xayr ehsonlarning savobini marhumlarga bag'ishlashi mustahab sanaladi. Shuningdek, mayyitning oilasiga yordam ko'rsatish, qo'shnilar tomonidan taom chiqarish kabi amallar ham dinimizda ezgu ish sifatida qadrlanadi. Qabristonlarning ziyorat qilish ham islomda muhim amallardan biridir. Chunki qabriston ziyorati insonni oxiratni eslashga, dunyoning o'tkinchi ekanini anglashga undaydi. Bu esa qalbda taqvo, ya'ni Allohdan qo'rqib, halol va pok yashash hissini mustahkamlaydi. Inson o'limni eslash orqali umrning qadriga yetadi va yaxshilik qilishga intiladi. O'tganlarni eslashning yana bir muhim jihati inson qalbida vafodorlik, minnatdorlik va mehr-oqibat tuyg'ularini shakllantirishidir. Ayniqsa ota-onalarimizni, ustozlarimizni va yurt ravnaqi yo'lida xizmat qilgan insonlarni yod etish orqali ularga bo'lgan hurmatimizni namoyon qilamiz. Bu esa jamiyatda birlik, insoniylik va hamjihatlik kabi ezgu qadriyatlarni mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Islom ta'limotida duo mo'minning quroli sifatida e'tirof etiladi. Duo orqali inson Alloh taologa yaqinlashadi, o'z ojizligini anglaydi va rahmat, mag'firat so'raydi. Marhumlar haqqiga qilingan duo esa ikki tomonlama foyda keltiradi. Bir tomondan vafot etgan insonlarning gunohlarini kechirilishiga sabab bo'lsa, ikkinchi tomondan duo qilayotgan insonning o'zi ham ajr savobga ega bo'ladi. Bugungi kunda yurtimizda ajdodlar xotirasini e'zozlash, ularni yod etish va hurmat ko'rsatish yaxshi an'ana sifatida davom etmoqda.
Bu an'ana diniy qadriyatlarimiz bilan uyg'un holda yashab kelmoqda. Yosh avlodni ham shu ruhda tarbiyalash muhimdir. Chunki o'z tarixini, ajdodlarini va qadriyatlarini qadrlagan xalqgina ma'naviy jihatdan kuchli, mustahkam va barqaror bo'la oladi.